Kelar Do'ron prinsi hamma tanirdi. O'zimiz ham Do'ron yaqin ukamiz edi, joy jannat bo'lsin. Undan keyin kuchuklarni bilsanglar, o'sha bola olardi. Undan keyin kichkin kuchuklarni unda olib chiqishmayapti-da. O'shanga birinchi Muzaffardan boshladi. O'zi bu joy ko'p oladi, ichkariga kirib ko'rsatamiz. Dodalari bor, qayerdandir olib kelgan ekan. Seroznilari bor. Bitta tomosha qilamiz. To'g'riga O'zbekiston bo'yicha eng ko'p chempion chiqqan joy shu. Mana shu joyda. O'rta Osiyo bo'yicha eng ko'p chiqargan chempion chiqargan man. Agar borku, buni borku Instagramga qo'yaman. Biz O'rta Osiyodagi sen mana bratamni tanir ekansan deb men orqali borku. Qo'yamiz. Menga chiqib borku. Kaptar temada shunday bo'lganda kimdir mana boks fanat ekanmi? Endi tamom bo'ldim-da, o'shanday narsada. Aka, mana bu ulug' Tarzandan ham kuchimiz, chempion Ukraina mutlaq. Ukraina. Chempion ligasi o'zimkilardan chempion O'zbekiston bo'lgan. Qancha ko'p chempionlar bor. Tarzan. Ketadi. Bizda kim eng chempion? Bahodirmi deyman bu? Bahodir ichkardi. Bahodir ichkardi. Itlarning eng chempioni bu Tarzan ekan. Boksyorlarning eng hamma vesga qaraganda chempion Bahodirda. Yo'q, ichkardi. Ichkardi Bahodirda bu. Ya nariyada Ichkardi bunaqa. Ha, bu yoqdami? Ha, bunda bu Bahodir emas, bu yerdan so'radi. Hayotga bilan katta bo'ladi. Aka, Rembik degan super chempionimiz bo'lgan. O'sha o'g'li bu. Bu ha? Hali yosh, endi buyuklar chempion katta. Mana o chizma so'z ko'rib turibdilar. Nimaga o'xshaydi ona? Qachon urush qolgan bu. Turishi shunday formada. Bu ha? Ya, последний chempion, Jizovesda. super terda. Oyna. Xudo xolasa yerda o'kirabli bo'ladi bu ham. Xudo xolasa bu yil. Bizda nima Jahongir Zokirov. Endi qarilar qanday bo'ladi? O'sha qariganni bilasizlar. Qarilarni zotga olib qo'yamiz, qiynamaymiz. O'sha bilasizlar, mana o'sha yetib kelganni bilasizlar. Turnovga tortmaydi, qanday bo'lmaydi. Xuddi shunday. O'sha sezasizlarda, ha? Radio. Kam? Aytsan? Kam yaxshimi? 100 kilolik kuchuk. Primoy nevarasi beradi-da. Karatni chempion, titulli Qozog'iston, Tojikistonda eng ishongan kuchugini ham bo'lgan. O'tgan dushanbaga bordi. Tayson-da bu, bizdan kuch olamiz, Tayson-da bu. Mashina bilan to'g'ri butun dunyoga bezib bergan. Mana shu kuchugni mashina. Hozir shu bu yerda eng nomerli shumi? Eng nomerali, hammasini o'zida kategoriyasida. Yo'q, eng kuchlisi qaysi mana bu? Masalan, bizda tijovez kichkinalardan ham boshqalardan ham kuchlisi tijovez. Misolchi mana qarang, mana hozir bu yilgi misolchi muloq kuchli bo'lgan. Bu ham o'zimizdan qon. Taxi bo'lgan. Undan oldingi yil misolchi pirat bo'lgan. Undan o'sha bilan o'zini mana misolchi O'zbekiston ustidan butun dunyo aylanib buni hammasi dunyoga tashlagansiz-a? Qozog'istonning bo'yi. Внукис. Это Кабарда 3 точки говорит, да? Mana shu Kabard bilan dunyoga tashlagansiz. butun dunyoga kim liga O'zbekiston chempioni bo'lgan. Liga azida bo'lgan. 72 yillik bo'yigacha Kelar Toshkentda Qo'qonchi osh qilyaptilar mana. Oshpaz ekan, Qo'qonlik ekanlar. Bu oshlar chempionlarga suzilyapti lekin, chempionlarga, oka. Gap yo'q. Buni istahani o'chirgan bilasizlar, achchig'ani osh tomonidan berilgan. Olib ko'ring uka. Mana chempionlarga chempionchi Qo'qonchi osh ekan bu. Ha, oling. Ishtonchak ko'rdim, ha? Ha, oling. Legendalar ko'rsa, Loshka olib kelinglar, loshka. Qo'shuvdan beringlar, qo'shuvdan. Oshxona